Neuralink yana bir inqilob bilan chiqdi. Ular ko'rish qobiliyatini tiklaydigan sun'iy implant Blend Sedane'ni ixtiro qilishdi. Eng ajablanarlisi, bu chip ko'zi yoki hatto ko'z nervlari yo'q odamlarda ham ishlaydi. Faqatgina miyadagi ko'rish markazi sog'lom bo'lishi kerak. Ko'rish asta-sekin tiklanadi. Bu orqali miya ortiqcha yuklamalarni olmasdan moslasha oladi. Vaqt o'tishi bilan inson oddiy ko'radigan odamdan ham aniqroq ko'rishi mumkin bo'ladi. Bu chip infraqizil, ultra binafsha, hatto radar to'lqinlarini ham ko'ra oladi. Xuddi super qahramonlardek. AQSh Sog'liqni saqlash agentligi bu texnologiyani rivojdagi muhim qadam deb e'lon qildi. Ilk testlar allaqachon maymunlarda muvaffaqiyatli o'tkazilgan. Hozircha esa insonlar ustida sinovlar boshlanmoqda. Endi savol, haqiqatdan ham bu chip radar to'lqinlarini ko'ra olganida siz bu texnologiyani sinab ko'rgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymasligi uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.